Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi Buxoro viloyat boshqarmasining navbatdagi brifingini boshlaymiz. Bugungi brifingda 2024-yil 5-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining Buxoro viloyatida amalga oshirilishi va natijalari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mazkur qonun fuqarolarimiz manfaatlarini ta'minlashga, yer bilan bog'liq uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan muammolarga huquqiy yechim topishga qaratilgan eng muhim va samarali huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bu qonun yillar davomida o'z turar joyini, tomorqasini yoki biznes faoliyati uchun bino va inshoot qurib olgan, biroq huquqiy asosda rasmiylashtira olmagan minglab yurtdoshlarimiz uchun katta yengillik va umid eshigini ochdi. Xalqimiz, tadbirkorlarimiz va albatta kadastr tizimi xodimlari tomonidan bu qonun uzoq yillardan beri intiqlik bilan kutilgan va bugungi kunda uning amaliy ijrosi bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilmoqda. Brifing davomida Buxoro viloyati bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga, statistik ma'lumotlarga va mavjud natijalarga batafsil to'xtalib o'tamiz. Kadastr agentligi tomonidan 2024-2025 yillar uchun tasdiqlangan reja grafik asosida viloyatdagi jami 544 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 157 tasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kungacha 19 mingdan ortiq obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lib, ularning 12 mingdan ziyod qismi UZCAD axborot tizimiga to'liq kiritilgan. Shuningdek, 7617 ta obyekt e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Shulardan 6535 tasi vakolatli organlar tomonidan muhokama jarayonida, 448 tasi ommaviy e'longa chiqarilgan. 26 ta xonadon egalariga egalik huquq e'tirof etilib, xalq deputatlari viloyat kengashi tomonidan qarorlar qabul qilinib, ijobiy yakunlangan. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda va barcha mahallalarda to'liq qamrovga erishish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.